Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Umra safari bo'yicha aprel oyiga standart va komfort paketlarimiz ochilgan. Batafsil ma'lumotni aziz hoji aytib beradi. aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Mana Ramazon oyi tugab boryapti. Xudo xolasa hayit yaqin aka, 2 kun 3 kun qoldi xudo xolasa hayitga. Alloh hammamizni tutgan ro'zalarimizni beriyo tutganlarni qatorida qilsin. Xudo xolasa to'liq mana inshaalloh Xudo kuch-quvvat bersa hammasini 30 kun tutib, Xudo xolasa bekami ko'z tutganlar qatorida bo'laylik. Ilohim yana yillarga Xudo xolasa yana bekami ko'z Xudo xolasa qatorimizdan xato bo'lmay hammamiz yetaylik. Hurmatli aziz yurtdoshlar, sizlarni Xudo xolasa kirib kelayotgan Ramazon hayiti bilan qutlaymiz. Ilohim Alloh xayrli va barakali qilsin. Biz Xudo xolasa mana Ramazon oyi tugab, aprel oyi uchun qabullarni boshladik. Standart paketda boshladik Xudo xolasa va 15-aprel sanasiga Toshkent Madina yo'nalishida Xudo xolasa komfort paketni ochdik. Faqat bir kunga. Eng yaxshi tomoni Xudo xolasa o'zim 50 boshiman, Akmal akam 50 boshi va albatta siz. Uchovimiz Xudo xolasa hamrohlikda komfort paketda Xudo xolasa odamlarni olib ketamiz. Inshaalloh borishni niyat qilganlar, xohlayotganlar bo'lsa bizga murojaat qilishlari mumkin. Men Xudo xolasa standart paket bo'yicha, komfort paket bo'yicha Xudo xolasa ma'lumotlar beraman. Xudo xolasa o'zlari bilib tushunib olishadi. Xudo xolasa endi standart paketga keladigan bo'lsak, standart paketimiz Toshkent shahridan 1-aprel sanasidan 30-aprel sanasiga Xudo xolasa 30 kun oralig'ida bo'lgan kunlari har kuni reysimiz bor. Har kuni Toshkent Madina, Toshkent Jidda ikkita reys bor. Toshkent Jidda kechqurun 00:40 da uchadi. Mana bu Toshkent Madina yo'nalishi 22:00 da uchadi Xudo xolasa. Inshaalloh karim Toshkent Madina, Toshkent Jidda ketmoqchi bo'lganlar, xohlovchilar uchun tanlov o'z qo'llarida, xohlaganlarni ketishlari mumkin. Endi Namangan shahridan bor. Namangan shahridan Xudo xolasa 15-aprel sanasigacha har kuni uzluksiz reyslarimiz Xudo xolasa yo'lga qo'yildi. Inshaalloh vodiydan mana ketmoqchi bo'lganlar uchun Xudo xolasa Namangan shahridan ham bor. Va Farg'ona shahridan hamkorlarimizda bor. Bu bizniki bas, men aytib o'tib ketay. Hamkorlarimizda bor. Farg'onadan ketishni niyat qilganlar uchun Farg'onaga ham Xudo xolasa joy olib beramiz, Xudo xolasa. Inshaalloh karim, Xudo xolasa endi Toshkentdan ketadiganlarga ham, Namangandan, Farg'onadan ketadiganlarga ham Xudo xolasa shart-sharoitlari yaxshi, Xudo xolasa. Mana Ramazon oyi tugayapti. Odamlar o'zlari ko'rishyapti, bilishyapti. Ramazonda odam juda ham ko'p. Hayit o'tishi bilan Xudo xolasa odamlar pasayadi. Chunki butun dunyo musulmonlari Makka da, Madina shahrida hozir. Xudo xolasa hayitlar keladi. 1-chi, 2-chi, 3-chi hayit kunlari o'tishi bilan Xudo xolasa odamlar tarqalib, odam soni ozayib, ob-havo juda ham mo'tadil aka, rosa borib ibodat qiladigan holatga keladi. Xudo xolasa borib bemalol ibodat qilib, yayrab yurishlari mumkin. Mana hozir odam ko'pligida aytilgan ishlar bo'lmay qoladi. Bo'lmay qoldi ham. Chunki sabab o'tda ham odam ko'pligi uchun 50 bosh yetishmovchilik bo'lib qolishi mumkin aka. Joylar, misol uchun mehmonxonalar bir kuniga $100 deng, misol keltirib aytyapman. Ramazonda $300 chiqib ketgan. Chunki bitta O'zbekistondan bormaydi, butun dunyo musulmonlari kelgani sababli ichida har xil sharoit riski, puli ko'p boyi ham keladi, bittasi keladi, butun boshli mehmonxonani bir oyga sotib oladi, xohlagan narxida qo'yadi. Endi unaqa narsalar mana hayitdan keyin tugaydi. Yana hamma narsa o'z joyiga keladi. Xudo xolasa biz aytgan narsalar, biz aytayotgan sharoitlar Xudo xolasa bo'ladi. Inshaalloh standart paketimiz Namangan shahridan narxi $980 aka. Narxi $980. Toshkent shahridan muntazam bor Xudo xolasa $970 aka. Xudo xolasa uni narxi $970. Toshkent Madina, Toshkent Jidda, Namangan Jidda va Namangan Madina bo'lib qolishi mumkin. Namangan Madina reyslarimiz $980 dan. Endi Xudo xolasa Farg'ona shahridan bor. Farg'ona shahridan uni narxi $1000 bilan $1050 orasida chiqadi. Hamkorlarimiz chiqarsa, xudo xolasa endi bizga telefon qilib Farg'onadan so'raganlar uchun biz aytib turamiz. Standart paketimizda xudo xolasa 3 kun Madina,
11 kun Makka, Xudo xolasa Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Obed, ujin. Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Zavtrigi bor, obedi bor, ujini bor. Ovqatlari 1-2 Xudo xolasa. Oziq ovqatidan umuman muammo yo'q. 50 boshi Xudo xolasa Toshkentdan billa ketadi, Namangandan ham Xudo xolasa billa borib billa kelyapti. Endi bormay qolgan joylari ham bo'lib turibdi. Uni sababi atta kutib oladi. Endi Xudo xolasa hamma narsalar, sharoitlari joyida aka. Borishni niyat qilganlar bo'lsa, biz bilan bemalol bog'lanib, aloqaga chiqib aka, biz bilan gaplashishlari mumkin. Biz joy bo'lsa qilib beramiz. Narxini aytib o'tyapman. Toshkentdan $980. Toshkent Jidda, Toshkent Madina. Namangandan 980, Toshkent 970 ekan, adashibman hozir. $970dan. Xudo xolasa narx-navosini o'zingiz ekranga qo'yib o'tib ketasiz aka. Endi Farg'ona $1000-$1050 orasida bo'ladi. $1000-$1050 orasida. $1000 ham chiqishi mumkin. Sababi Farg'onacha qimmat yuradi. Uni nimaligini bilmayman, u qimmat yuradi. Xudo xolasa biz bilan bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Standart paketda mehmonxonalar sharoiti yaxshi bo'ladi, Xudo xolasa. Madina bo'ylab o'sha sayohatlarga olib chiqadi inshaalloh. 3 kun Madinada turadi, bo'ladi. Makkaga olib boriladi, umralar qildirilgandan keyin Makka bo'ylab ekskursiyalarga olib chiqadi, Xudo xolasa aka. Makka bo'ylab olib chiqib, Makka bo'ylab hamma narsani tanishtirib, misol uchun Arafot, Jamarot, Mino, Muzdalifa aka olib chiqadi, aylantirib sayohat qiladi. Savr g'ori misol uchun aka, Nur tog'i, Xudo xolasa hamma joyni Xudo xolasa ko'rsatib, aylantirib, Xudo xolasa hamma narsa endi mana Ramazon o'tgandan keyin chiroyli holatda bo'ladi, Xudo xolasa. Borishni niyat qilganlar bizga aloqaga chiqinglar. Telefon nomerimizni qoldiramiz. WhatsApp, Telegramlarimiz ishlab turibdi aka. Borishni niyat qilganlar uchun Xudo xolasa bizga aloqaga chiqsa qilib beramiz, Xudo xolasa. Faqat odamlardan iltimos, bizda aka reys ikkita reysligi uchun polyotka degan narsa o'zgarib turadi. O'zgarib turgani uchun aka biz 1 kun yo 2 kun qolganda biz o'zimiz aloqaga chiqib aytamiz. Misol uchun bizga kim pasport bersa, kim ketishni misol uchun bizdan biron qilgan bo'lsa, o'sha odamlarni kontakti turadi. Biz unga Telegramdan yoki telefon nomeriga SMS qilib, misol uchun bugun necha 26-mart. 26-mart kuni 18:00 da Toshkent xalqaro aeroportida bo'ling. Samolyot 21:30 da uchadi deb o'zimiz yozamiz. 1 kun yoki 2 kun oldin aytamiz. Ya'ni bir xil odamlarga aytsangiz, hozir aytib qo'ygan bo'lsangiz 15 minutdan keyin yana qilyapti. Nima bo'ldi? Aka hozir sizga SMS qilib ham jo'natdim, Telegramdan голосовой yozib qo'ydim desangiz, yo'q deyapti-da. Qayta so'rayapti. Bu bizni chalg'itadi ishdan. To'g'risi. Chalg'itib qo'yadi, keyin bir narsa esimizdan chiqib qoladi. Biz o'zimiz aloqaga chiqamiz. Keyin aka, joyda biron qilganidan keyin $50 bizni buxgalterimizning karta raqamiga o'tkazib qo'yib, bizga chekini tashab beradi. Biz shunaqa yo'nalishda ishlaymiz. Qolganini aeroportda to'lab beradi. Sababi $50 olishimiz sababi bu o'zi uchun ham, insonlarni o'zlari uchun ham joyda mustahkamlash, biz uchun ham ko'ngil xotirjamligi. Kelmay qolsa aka, biz o'sha $980 ga tushib qo'yamiz aka. Endi shunaqa holatlar bo'ldi. Endi hamma bir xil emas, mana 5 qo'l barobar emas aka. Lekin shunaqa holatlar bo'ldi, odamlar kelmadi aka. Telefonlarni o'chirib qo'ydi, bizni Telegramdan cho'rin spiska qilib yubordi aka. Bizni tushalmay yoqib qo'ydi. Boshqa nomerdan telefon qilsangiz olmadi, olsa ham bizligimizni bilib qaytib ko'tarmadi. Mayli, endi har kim qilsa o'ziga qiladi-yu. Endi Xudo xolasa sizlardan iltimos, biz bilan Xudo xolasa bog'lansalar, bizda albatta bor, mana shu kunga joy bor, sizni qo'ydik, tasdiqladik dedikmi, o'sha kun tasdiqlangan bo'ladi. Xudo xolasa. O'sha kunga albatta tasdiqlab qo'yilgan bo'ladi. Yo reys 2 soat, 3 soat oldiga, yo orqaga ko'chib qolishi mumkin. Chunki aeroport shunaqa nima bersa, jadval deydi o'zbekchasiga, spiska bersa o'shaga qarab uchadi. O'zgarib qolishi mumkin. Hammalaringga katta rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa biz bilan aloqaga chiqsalaring, sizlarga yaxshi joylardan, Farg'onadan, Namangandan, Toshkentdan joylar qilib beramiz. Narxlarni o'sha aytib o'tganimdek chiroyli bo'ladi, Xudo xolasa. Borishni niyat qilganlar bizga aloqaga chiqishlari mumkin. Salomat bo'linglar. Sog' bo'ling.